2 yoshda ilk rolni ijro etgan, joniga qasd qilishga uringan va salomatligida muammo sabab og'ir vazn olgan aktrisa Angela Yesembet bo'ldi. Komik aktrisa Angela Yesembet to'g'ri, uning ijodi o qadar rang-barang emas, ammo ekranda uning o'ziga xosligi yaqqol seziladi. U ilk rolni 2 yoshda dadasi Maqsad Yesembet suratga tushgan video filmda ijro etgan. Angela Yesembet va san'atkorlar oilasida dunyoga kelgan. Aktrisa Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artistlar Maqsad Yesembetov va Jumagul Sagindik va xonadonda dunyoga kelgan. Men to'ng'ich farzand bo'lganman. Tug'ilganimda onam 4-kurs bo'lgan ekan. Bosh nabira bo'lganim uchun bobom rahmatli, sen o'qish bilan bo'lib bolani qiynab qo'yasan. Nukusda qolaversin deb meni o'zi bilan olib qolgan. Onam diplom spektakliga tayyorgarlik ko'rish kerakligi uchun majbur mendan uzoqda bo'lgan. Bobom rahmatli juda mehribon inson edi. Haftada 2 marta Nukus Toshkent yo'nalishi bo'ylab qatnaydigan samolyotga bilet olib, bir qo'lida meni, birida beshigimni ko'tarib, onamning oldiga olib kelar ekan. Hatto aeroport xodimlari ham bobom va meni tanib qolgan ekan. Bobom rahmatli ona suti va mehriga to'ysin deb bir kecha talabalar yotoqxonasida qoldirgan. Onam shunchalik shirin qizaloq edingki, talabalar orasida talash bo'larding deydi. Buvim Sveta laqabli echki boqardi, uning sutini faqat o'zim ichardim. Bobo va buvimning mehrini ko'rib ulg'ayganman. Shuning uchun ham 13 yoshimga qadar ular bilan yashaganman, deydi aktrisa. Angela san'atkor onasi negadir bu kasbni tanlashga jiddiy qarshilik qilgani haqida gapirdi. Maktabdagi eng a'lochi va tashkilotchi qiz bo'lganman, ammo maktabni bitirish arafasida onam san'atkor bo'lishimga jiddiy qarshilik qilgan. Keragi yo'q, nima qilasan san'atkor bo'lib deb qattiq gapirgan. Yosh bo'lganim uchun agar rozi bo'lmasangiz o'zimni o'ldiraman deb jonimga qasd qilishni ham rejalashtirganman. Keyin arang ko'ndirib Toshkentga kelganman va institutga hujjatlarimni topshirganman. O'sha yili Dilnoza Kubayeva va Ulug'bek Qodirov ham hujjat topshirgandi. Aslida ular bilan kursdosh bo'lishim kerak edi, ammo shartnoma asosida o'qishga kirganim uchun o'qiy olmaganman. Balki onam pul to'lamasak o'qishdan ko'ngli soviydi deb o'ylagandir, bilmadim. Hafsalam pir bo'lib yana Nukusga qaytib ketgandim. 1 yildan keyin yana hujjat topshirmoqchi bo'lganman, ammo yana onam bilan nizoli vaziyat yuzaga kelgandan keyin o'zim Toshkentga kelib hujjatlarimni dugonam jo'natib yuborishini so'raganman. Chunki onam hujjatlarimni berishni istamagandi, deydi aktrisa. Qoraqalpoq oilasida dunyoga kelganman. 11-sinfga qadar Qoraqalpoq maktabida o'qiganman. Maktabimizda faqat haftada 1 soat o'zbek tili va rus tili darslari bo'lardi. O'qituvchilarning kamligi yoki boshqa sabablar bilan o'zbek tili darslari har doim ham bo'lavermasdi. Ammo men o'zbek tilidagi kitoblarni ko'p o'qirdim. O'zi men o'zbek bo'lib tug'ilishim kerak edi derdim. Toshkentga kelgan paytimda bu tilda gaplashishga biroz qiynalganman, ammo vaqt o'tgani sari o'z ona tilimdek bo'lib ketgan, deydi aktrisa va rejissyor Angela Yesembetova. Institutga hujjat topshirgan yilim Qoraqalpog'istonda ham uning filiali ochildi. Shu bois Toshkentda emas, propiska bo'yicha Nukusda o'qishim kerakligini aytishdi. Aktrisa ortiqcha vazni va ozsangiz bo'lmaydimi deb yozadigan negativchilarga munosabat bildirdi. To'g'ri, avvaldan qipchabel ozg'in bo'lmaganman, ammo vaznim ham bu qadar katta emasdi. 78 kilogramm edim va qomatim chiroyli edi, ammo undan keyin hayotda katta stresslarni boshdan kechirdim. Uning ustiga buqoq bilan bog'liq kasallik sabab ortiqcha vazn to'pladim. Ortiqcha vaznim borligini yaxshi bilaman, buni doim eslatib turish shart emas. Nima qilay? Hamma qatori yeb, ichib harakat qilaman. Ammo tanamdagi o'zgarishlar yeb ichishim bilan bog'liq emas. Oshqozoningizni operatsiya qildirsangiz bo'lmaydimi deyshadi. Odamning salomatligini bilmay turib aql o'rgatish oson. Men buni 7 o'lchab bir kesishim kerak, deydi aktrisa. Asosiy qahramon yosh va chiroyli bo'lishi kerak degan talab yo'q. Gollivudda 40-50 yoshda ham aktrisalarga bosh rollarni berishadi. Qomatdagi kamchilik ham aslida bunga to'sqinlik qilmasligi kerak. Ammo bizdagi rejissyorlar bundan cho'chiydi. Avvaliga e'tibor bermasdim. Hozir rolga taklif etsa, yana qahramon ovqat yeydimi deb so'raydigan bo'lganman, chunki bunday rollardan zerikkanman. Men ham dramatik rollarni ijro etgan, qahramonning dardini ochib bergim keladi, deydi aktrisa. Oilada 4 ta qizimiz, ukam ham bor, ammo negadir dadam menga qachon oila qurib meni nabiralik qilasan derdi. Balki bosh farzand bo'lganim uchun bolalarimni ko'rishni orzu qilgandir.
Singillarim turmushga chiqdi. Shirindan shakar farzandlari bor, ammo dadam rahmatli so'nggi kuniga qadar to'yimni ko'rishni orzu qildi. Taqdir ekan, uning orzusini amalga oshira olmadim. Nega turmushga chiqmayapsiz deb ko'p so'rashadi. Men ham oila qurgim keladi, ammo peshonada nima yozilganini bilib bo'lmas ekan. Peshonamga yozilgan insonni kutyapman, deydi aktrisa. Hujjatlarimni qaytarib berishganda jahlim chiqib, to'g'ri institut rektorining yoniga kirganman. Meni o'zingiz imtihon qiling, agar kurs qabul qilayotgan o'qituvchilaringiz o'qitishni istamasa, indamay ketaveraman deganman. O'shanda kurs rahbarim Valijon Omarov kursiga qabul qilishga rozi bo'lgan. Senda tug'ma mahorat bor, sahna plastikang bor degan gapni ko'p aytardi. Ammo ota-onamning san'atkor ekanligini ancha vaqtgacha sir tutganman, chunki ularning nomidan foydalanishni istamaganman, deydi aktrisa. Ota-onamdan moddiy yordam olmay o'qiyman deb o'zimga so'z bergandim. Shu bois birinchi kursdan boshlab ishlashimga to'g'ri kelgan. U paytlari talabalarning ishlashi oddiy hol edi. Viloyatlik qiz-yigitlarning ko'pchiligi o'qishdan keyin oshxonalarda ishlardi. Men ham tamaddixonalarda idish tovoq yuvuvchi bo'lib ishlaganman. Chunki shartnoma pulini to'lash va qo'shimchasiga Toshkentda yashash uchun ham harakat qilishim kerak edi. Nukusga qaytib borsam uddalay olmadi degan ma'lumotga qolishdan qo'rqardim, deydi aktrisa. Otam nihoyatda samimiy va odamlardan yordamini ayamaydigan inson edi. Jahldor bo'lib ko'rinsa-da, nihoyatda mehribon inson edi. Ikkinchi kursda o'qiyotganimda otam jigar sirrozi kasaliga chalindi. Shu bois akademik ta'til olishga to'g'ri keldi. Chunki otam kasallik bilan kurashayotgan paytda o'qiy olmasdim. O'sha vaziyatda oilamiz ko'plab moliyaviy qiyinchiliklarga uchragan. Kasallikka chalingan insonlar buni juda yaxshi bilishadi. Dadamni davolatish uchun qo'ldan kelgancha harakat qilganmiz. Ammo kasallik zo'rayib saratonga aylanib ketgan. 2016-yilning 10-yanvar kuni dadamning joni uzilgan. Bir kundan keyin tug'ilgan kunimda hayotimdagi eng yaqin insonim dadamni tuproqqa qo'yganmiz. Dadamni yo'qotganimdan keyin 3-4 yil umuman tug'ilgan kunimni nishonlashni istamay qolgandim.